Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Haqiqiy xotirlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qayyum Muhammad. Bugundan e'tiboran sizlarga ko'p qismli hujjatli film 100 yilning oldidagi ekspeditsiya xotirasini ko'rsatamiz. Bu film oldingi asrning boshlarida Shinjongga tekshirish uchun kelgan g'arblik ekspeditsiyachi Steven Hayden, Stein, Lecoq, Manner Xeimlarning ayni yillari Shinjongda tatgan suratlarini jip uch qilib, 100 yilning oldidagi Shinjongning qiyofatini namoyon qilib berdi. Bu suratlarning keynidagi hikoyalarni bizga jonliq so'zlab berdi. Oldingi asrning beshida Shinjongga kirgan nurg'un ekspeditsiya atratlarining ichida Finlandiyalik Manner Xeim bilan uning ekspeditsiya atrtini tushungili bo'lmaydi. Bu ekspeditsiya atrti Yevropaliklarning nazarida boylik ko'milib yotgan joylarga bormay, aksicha odam oyoq bosmagan egiz va tik cho'qlarga chiqadi ekan. Undaqda Manner Xeim Shinjongga nima qilg'ili kelgan? Uning bu yerga kelishdagi maqsadi nima? Bu Qashqarning shu chog'dagi eng chong amaldori Yuan Hongyu Manner Xeimga bergan vaqtliq pasport. Pasportdan uning Rossiya tavalligidagi Finlandiyalik Manner Xeim ekanligini bilib olaymiz. Nima sababdan keyin ayni javobga Ching hukumatining diplomatiya mahkamasi Manner Xeimga pasport bermay, uni Qashqarda xeyli uzungacha saqlatib qolgan. Manner Xeim amonsiz Rossiyaning Qashqarda turishli konsulxonasi orqali Yuan Begimdan bu vaqtliq pasportni olgan. Yuan Begim qo'yib qo'ygan. Tulpar Arish yo'rg'isi degan ma'nosi va Madaxan degan bu xanzocha ism keyincha Shinjongdagi yerlik amaldorlarning yaxshi bahosiga erishgan. 1907-yili 1-oyning 27-kuni ot minib Qashqardan ayrilganda kallamda ajoyib bir xil sezim paydo bo'ldi. Uzun safarimning rasmiy boshlanganligini his qildim. Eng yaqinqi nishonim Shinjongning g'arbiy qismidagi muhim harbiy bozor Aqsu edi. Aqsu Tangri teg'ining janubiy qismiga, Taklimakan qumliqining g'arbiy shimol chetiga to'g'ri keladi. U Shinjongning janub-shimol qatnashining muhim tuguni, harbiy ishlardagi muhim baza. Aqsu suyi bilan dong chiqargan. Turk tilida qarmuz suyi degan ma'noni beradi. Uyg'ur tilida pok suzuk suv degan ma'noni beradi. Bu yer Shinjongning suv manbasi eng mo'l rayonlarning biri. Dolan daryosi manzara balbeg'ining qurilishiga ergishib, Aqsu bugungi kunda Shinjongning janubiy qismidagi danglik suvliq o'rmon shahriga aylandi. 100 yilning oldida Madaxan Aqsuga kelganda, Aqsuning Dotay Yamoli Unsu Koni shahridan hozirgi Aqsu shahriga ko'chib kelgan edi. Madaxanning qarshida Aqsu yangi shahri ratlik pokiz edi. Aslahalari kengri harbiy lagerlardan Jongoliklarning Aqsuning harbiy ishlardagi strategiyalik ma'nosini bilganligi chiqib turadi. Har qitim bir yangi shaharga borganda Madaxan qo'shinni radga solgan 1-2 kundan foydalanib materiallarni radlaydi. Atga minib yo'l bo'yi sizgan yo'l xaritalarini radlaydi. Bir kuni Madaxan butun zehni bilan xizmat qilayotganda Ching lashkarlari tuyuqsiz uning turalg'usiga o'sib kirdi. Bu shu chog'dagi Aqsu harbiy ishlar amaldori general Tang Yongshan edi. Madaxanning kelganini anglab, u noyati takalluf bilan ham tashabbuskorlik bilan Madaxanning turalg'usiga uni yo'qlab kelgan edi. Aqsu amaldorlarining chet elliklar tutgan buncha qizg'in muomalasi Madaxanni hayron qoldirdi. Tang Yongshan mijozi ochiq, chaqqan 60 yoshli odam bo'lib, Yevropa, Amerikadagi 3 mashhur shaxsni, ya'ni Bismarck, Napoleon va Washingtonni biladi. Bir yilning oldida oyoqlashgan Yaponiya-Rossiya urushi shu chog'dagi Jungo amaldorlari bilan fuqarolari eng ko'p tilga oladigan tema bo'lib qolgan. Tang Yongshanning bunga xili ishtiyoqi bor edi. U Madaxanga Jungo ajdahosi endi xotirjam uxlisi bo'ladi. Chunki shuncha nurg'un millatni yavatgan Rossiya yo'lgisi charchidi. Amdi uzoq vaqtgacha boshqalarga cheqilanmaydi degan. U buyuk Ching sulolasining Yaponiya andisisi bo'yicha islohotni cho'nqurlashtirishi zarur ekanligiga, yaponiyaliklar qila olganini Jongoliklarning qila oladiganligiga cheksiz ishonadi. Tang Yongshanning so'zidan Madaxan bu amaldorning Yaponiya-Rossiya urushida mag'lub bo'lgan Rossiyaga ancha do'stona emasligini, hatto buning uchun xush bo'lganligini sezib qolgan. Keyin Madaxan kundalik xotirasida bu qitibga suhbatni yozib, Tang Yongshanning shuncha ochiq oshkor holda o'zining ko'nglidagi so'zlarni qilishi meni rossiyalik deb qaramaganligida deb yozgan.
ayni chog'da Aqsu Dotiyi general Tang Yongshan ko'z oldidagi bu finlandiyalik Madaxanning asli Rossiya jasusi ekanligini xiyoliga keltirmagan edi. 1808 yili Rossiya Finlandiyani yutib olgandan keyin Finlandiya Rossiyaga tava bo'lib qolgan. Madaxan 20 necha yoshida Char podshohning Orda gvardiyasi bo'lgan. Keyin Char podshoh gvardiya otliq polkining podpolkovniki bo'lish sifati bilan Yaponiya Rossiya urushiga qatnashgan. 20-asrning boshlarida Ching sulolasi hukumatining kunsiri zavolliqqa yuz tutishi bilan Jungo Jahongir davlatlar talashadigan asosli obyektlarning biri bo'lib qolgan. 1904 yili Rossiya bilan Yaponiya Jungoning sharqiy shimoliy qismi va Choshanni talashib urush qo'zg'adi. Bu tarixda Yaponiya Rossiya urushi deb ataladi. Bu urush Jungo zaminida qo'zg'aldi. Qobiliyatsiz Ching sulolasi hukumati qo'l qo'shtirib chetda turib betaraf bo'lib oldi. Xalq tajovuzchilarning zulm selishi, xohlagancha dafsanda qilishi bilan og'ir kunlarga duchor bo'ldi. Yaponiya Rossiya urushi Rossiyaning mag'lubiyati bilan oxirlashgan bo'lsa-mu, biroq Rossiya Shinjongdan iborat bu ulug' kuchdan mehrni o'zamagan edi. Shu chaqda Rossiya bilan Angliyaning O'rta Osiyodagi tirkishishi to'xtamadi. Yaponiya Rossiya urushining g'alabasini qo'lga keltirgan Yaponiya Shinjongdan iborat O'rta Osiyodagi eng oxirgi bo'sh yerga kengayib kirmoqchi bo'ldi. Yaponiya Rossiya urushidan keyin Madaxan Rossiyaga qaytib uzun o'tmayla Rossiya armiyasi bosh shtab boshlig'ining uni otga minib Shinjongga berib, maxfiy vazifani tamomlashga avatadiganlik buyrug'ini topshirib oldi. 1906 yili 8-oyda Madaxan Shinjongga keldi. U yo'lga chiqishdan burun bexatarlik uchun Finlandiya Aqso'niki Barondek yasinib olib, fransiyalik mashhur sharqshunos Pilyotning O'rta Osiyo arxeologiyalik tekshirish atridiga qo'shilib oldi. Madaxan Shinjongga kelgandan keyin otliq qo'shinga boshlamchi bo'lib, o'z oldiga harakat qilib, yo'l bo'yi shu joydagi Rossiya muhojirlaridan foydalanib, har xil axborotlarni to'pladi. Madaniyat yodikorliklarini to'pladim, suratga tortdim. Shu joydagi osonliq millatlarni insonshunoslik nuqtasidan o'lchadim. Asosligi ham safardishimning oldida, Jungo doiralarining oldida o'zimning axborot xizmatiga ilmiy tus qo'shdim. Madaxan 1895 yildagi Jungo Yaponiya Javu urushining mag'lubiyatini 1900 yili 8 davlat birlashma armiyasining Yuanmingyan bog'chisini ko'ydirishda qattiq arnomusini boshdan kechirgan. Yaponiya Rossiya urushida Yaponiyaning g'alaba qilganligini o'z ko'zi bilan ko'rgan mutaassib tushkun Validaxon Sishi amalsiz Yaponiyani do'rab, amaldorlik imtihonini amaldan qoldirib, ko'nichi maktab qurib, yangi armiyani tashkillab, mashq qildirib, qonunga tuzitish kirgizib, asosiy qonun chiqarishdek Ching sulolasining oxirgi mazgilidagi yangi siyosatni yo'lga qo'ydi. Madaxanning bu qatim Shinjongga kelishdagi asosiy vazifasi yangi siyosatning Jungoning g'arbiy qismidagi chegara rayonlarida yo'lga qo'yilish ahvoli va ko'rsatgan unumini ko'zdan kechirib, Rossiya tuzgan Jungoning g'arbiy qismini besib olish, O'rta Osiyoni talish strategik planini foydalanish usullari bilan ta'minlash edi. Aqso'ning yerlik amaldorlari Madaxan uchun noyati katta qarshi elish ziyofati o'tkazdi. Madaxan bilan Aqso'ning yerlik amaldorlari o'pcha suratga tushdi. General Tang Yongshan lashkarlarini Madaxan uchun harbiy mahorat o'rnatishga tashkilladi. Madaxan buningki yangi siyosatning Aqso'da yo'lga qo'yilib, bir necha yilda unum berganligini ko'rdi. Shu chaqda Aqso'ning harbiy amaldori general Tang Yongshan mashq qildirgan bu qo'shin tig'liq ushli qurollardan voz kechib, hammasi o'ng miltiqi ko'tarib olgan edi. Biroq general Tang Yongshan Shinjongda o'q dori kamchil bo'lg'achqa, lashkarlarning qarg'a etish mashqida miltiq uchidan o'q qochilaydigan ko'ni miltiqni ishlatganidan to'limi afsuslangan edi. Aqso'ning harbiy amaldori Tang Yongshan qo'shinining mashqdagi muhim nuqtasini o'q tutish aniqlik darajasini oshirishga qaratdi. Har haftada 3 qatim qarg'a etish mashqi qildirdi. Har bir otqin o'qni xotirlab mandi. Askarlarning amaldorligi o'sanmasligida avval qarg'a etish natijasiga qaraldi. Tang Yongshan qo'shinning qarg'a etish saviyasiga qarata ko'nglida plani bor bo'ldi. Bu chaqda u chetalik oldida o'zining yangi qo'shinining hayvasini ko'rsatib qo'ymoqchi edi. Qarg'a etishda qatnashgan 30 lashkarning hammasi ko'p tarbiya ko'rgan bo'lib, aniqli ishdan burun astoydil tanlangan edi. Ular jami 90 pay o'q etib, hammasini tekkizdi. Nishonga tegish nisbati 100% bo'ldi.
Bu Madaxan Jongoning har qaysi joylaridagi qo'shinlarda ko'rgan eng yaxshi natija edi. Naq maydon kayfiyatining ta'sirida Madaxan o'zini tutib ololmay mahorat ko'rsatdi. Elga kirsang elingcha, suvga kirsang belingcha deb Madaxan Ching sulolasining qoidasi bo'yicha generalga egilib salom berdi. Harbiylikdan kelib chiqqan Madaxanning otgan o'qining hammasi tegib, butun maydondagilar olqishladi. General Tang Yongshan Madaxanning qarshi elish ziyofatidagi ifodasiga qoyil bo'ldi. 2 kundan keyin u Madaxanni o'zining qasriga kelib, mehmon bo'lishga taklif qildi. Madaxanning nazarida Aqsuda turishliq mahkamaning eng oliy qo'mondoni bilan tanishishning qimmati bor edi. Harbiy ishlar nuqtasidan qaraganda Aqsu Jongo Xinjiang o'lkasining eng muhim harbiy rayonining biri. Madaxan general oilasidagilarning suratini tatib qo'ydi. Bu sharq davlatida Aqsulik ayollarning suratini tatish Madaxanga nisbatan ta'sir keladigan fursat bo'lib, kishini xushal qiladi. Suratni tatib bo'lgandan keyin general Madaxanni xonimlarning qarg'a etish mahoratidan huzurlanishga taklif qildi. Madaxan hayron qoldirgani peshqadam generalning putini bo'g'ib olgan, yo'l mavsumi eg'anshib mangdigan xonimlari usta mergan bo'lib, ular jami 20 pay o'q etib hammasini takkizdi. Buningdan general nihoyat faxrlandi. Bu chaqda Aqsuning generali Tang Yongshan qarg'a etish maydonida o'zini hayron qoldirgan finlandiyalik Madaxanning haqiqiy salohiyatini qilchi sezmadi. Bu qo'sh salohiyatlik shaxs ular so'zlashib, mahorat ko'rsatayotganda o'zining mas'uliyatini oshkor ijro qilyotdi. Uning kishiga aytqilib bo'lmaydigan yana bir alayda maxfiy vazifasi bor edi. Hozirgi zaman ekspeditsiyachilarining nazaridagi az uchraydigan eng xatarli liniyalarning biri. Qatnash taraqqiy topmagan qadimgi zamonda Shoti qadimiy yo'li Janubiy Xinjiang bilan elini tutashtiradigan udul yo'l edi. Ching sulolasi lashkarlari navbat almashganda sayyoh, savdogarlar berib kelganda mana shu yo'lda ko'proq manglatdi. Bu qadimki qo'rg'on izdonlardan bu qadimiy yo'lning ayni vaqtdagi strategiyalik o'rnini ham gullangan manzarasini his qila olamiz. Bir 1907 yili 3-oyning oxirida intayin mushkul safarga otlandi. Yo'l bo'yi oppoq qorliq cho'qqilardan o'tishga to'g'ri keldi. Tangriteg'idan o'tish uchun 15 kun vaqt ketishi mumkin. Tangriteg'i cho'qqisining egizligi 8000 metr bo'lib, men izchil berishga talpinayotgan joy edi. Mozat jilg'isining tabiiy manzarasini, hayvatlik ham ko'rkamlikini, shuningdek o'zgarishchanligini tasvirlab berishga tilim ojizlik qiladi.
uning qanchalik xatarlikligini tasavvur qilolmaydi. Yo'l bo'yi yana shiddat bilan eqiyotgan Muzat daryosidan o'tishga to'g'ri keladi. Daryo suyi intayin sovuq bo'lib, so'ngakdan o'tadi. Unutib qoldi. U fotoapparati bilan ekspeditsiya atritining xavf-xatarlik musofasini sodiqlik bilan xotirlab mandi. Madaxan Muzat muzliqining eng tik cho'qqisidagi muz yuzida 8 Uyg'ur ishchining palti bilan palampaylarni bir-birlab cho'qib chiqarayotganini ko'rdi. Ular yil bo'yi mush yerda turadi. Maxsus muzdan palampay cho'qib chiqarish, yo'l asrashga mas'ul bo'lish, bu muzliqdagi xatarlik yo'lning ravonligiga kafolatlik qilish ularning vazifasi edi. Karvonlar bu yerdan o'tganda, ular tog'dan tushib, karvonlarni kutib oladi. Atlar mang'an joylarda ular ot ustidagi ig'ir yuklarni mo'rlari bilan ko'tarishib, o'tkazishib beradi. Yo'ldan o'tgan karvonlar kishining ishongusi kelmaydigan bu ig'ir jafoliq emgak haqqi uchun ularga faqat bir necha tanga yoki bir oz o'tin berib qo'yadi. Qarliq tog'dagi egiz cho'qqilarda shivirg'an chiqmaydigan kun yo'q. Ularning g'urbatlik turmushiga nisbatan aytganda, ularga berilgan o'tin pulidan qimmatlik. Ular har oyda hukumatdan bir sar ko'mish bilan 3 kilogramm unga erishadi. Bir tarafdan o'lchapsizdi. 5 soat to'xtamay yo'l yurib, nurg'un ig'ir vazifalarni tamomladi. Razvedka vazifasidan keyin tuyuqsiz shivirg'an chiqdi. Atrofdagi hech nimani ko'rgili bo'lmaydi. Madaxan hamrohlaridan
alayida vazifani o'z ustiga olgan Madaxon hayot mamatliq qiyin o'tganni boshdan kechirib, bu alayida vazifani qandoq davomlashtirdi? Amdiki safarda qandoq ajoyib g'aroyib sarguzashtlarni boshdan kechirdi? Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, kelarki son programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.